Bunlar bir marta bor. Yo'lga chiqib boryapti. Anqaydan olsam chiroyli bo'ladi. Nima yo'laydi? Bu yerdan kiryapti. Qayerdan qaytdi? Qayerdan qaytdi? Siz nima deganingiz? Postanyapti. O'zbekiston bu tabi. Siz nima postanyapti? Nima deganingiz? Nomerga qarab gapiryapti. Nima deganingiz? O'zbekiston xohlagan joyimda yuraman. Xohlagan joyimda yuraman. Joriy yilning 12-dekabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqagan Nexia 3 rusumli avtomashina haydovchisi Navoiy shahar hududida yo'lning qatnov qismiga to'xtab, ayol kishini tushirib, qo'pol qoidabuzarlik sodir qilganligi yuzasidan surishtiruv ishlarini olib borib, aniqlangan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 5-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Haydovchiga kelgusida bu kabi qo'pol qoidabuzarliklarni sodir qilmasligi, yo'l harakati qoidalariga amal qilib yurishi, fuqarolarning va yo'lda harakatlanayotgan boshqa haydovchilarning harakatiga xalaqit bermasligi to'g'risida tushuncha va ko'rsatmalar berib o'tildi. Sizni xatti-harakatingiz yo'l harakati qoidalariga nisbatan buzilganligini tushundingizmi? Ha, tushundim. Qo'shilolmayman.